Barchaga salom do'stlar, sizlarga men Farhodman. Bu sapfirga o'xshash sportlarning ikkinchi qismi. Qayerda o'ynalyapti ekan? Xullas, mana bu yerdan o'yinni qurishni boshlayman. Uy qurishni emas, men tekislab chiqishni boshlayman. To'g'riroq aytganda. Menga kichkinaroq joy ham yetadi. Uncha katta bo'lmasa ham bo'ladi. Uy qurishni hamsiyamga aytaman, qo'shnimga. Men uncha uy qurishni bilmayman. Qo'shnim zo'r qurib beradi uylarni. Xo'sh, bo'ldi, boshqa daraxt chopmayman. Men bularni lapatga olsa qulayroq. Lekin yerni buzib yuborishim mumkin. Mana aytdim, yerni buzib yuborishim mumkin. Shuning uchun ham qo'lda qilaman. Men bu qor-buloqchalarni olib olay. Negadir knopkalarim ishlamayapti. Knopka emas, men telefonda o'ynayapman-ku. Challanga bir joyimda. Hali mana shu yerlarni tekislashim kerak. Buni pauzada qilaman. Chunki video cho'zilib ketsa, 10 daqiqadan oshib ketsa, nima YouTube'ga joylay olmayman. Hozir yoqaman kamerani. Mana qilib bo'ldim, lekin endirmay meni qulab qoldi. Qayerdaligini bilmayman hozir. 2 zarba bergandim, qochib ketdi. Yine versagim qani. Bu boya o'tgan galgi videoni pauza qilgandim. Mana shu uydan chiqib qoldi. Yukalti bu uydan emas. Versagim mana ekan. Qidirib yuribman. Mana shu uydamda chiqib qoldi. Mana shu uydagi sandiqdan mana. Mana shu yerdan chiqib qoldi. Kerak emas. O'zim uy qurib olsammi? Lekin qo'lim yaxshi emasda uy qurishga, mayli. Albatta bu hazil edi. Mana bu yerdan menga kichkinaroq uy ham yetadi. Mana shunday.
Ana shuncha joy ham menga yetib ortib qoladi. Hali bu yerda zo'r kuchayib ketamiz. O'ylamanglar. Onalariga, ukalari deyman. Yo-mayo. Baribir ham bitta ortib qolarkan. Qor yog'yapti. Xo'sh. Bu bloklarni ham 3-4 soat yıkandım. Loy bloklarni ortib qoldi baribir. Kimlar ish yo'qdi taniydi. Ana shuni 8 yoshli ukasi bilan kim PUBG o'ynagan. Masalan, men o'ynaganman, yutqizganman unda ham. Mexanizmlarni tashqaridan quramiz. Ichkaridamiz. Bu nima? Şu bekor ko'rsatmayapti-da shuni. Asabga tegib. Men oxirgi paytlarda telefonim yomon bak bo'ladigan qolgan. Asabga tegib. Hozircha borni qo'yib turaveray. Xo'sh, men ovqatda muammo yo'q. Ovqat ko'p. Hali mexanizmlarni yasashimiz ham kerak. O'zi 8 daqiqa bo'lib qolibdi. Hozir videoni o'chiraman. Bitta yutib turay. Qaysi jetel, qaysi teshikdan bo'ylab turibdi, to'g'rimi? Barchaga xayrli ishlar. Videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar iltimos. Nima 7-sinf bo'lganimgacha 1K bo'laylik iltimos. Hozir 6-sinfga o'tyapman. Hozir nima may oyining 29-kuni barchaga xayr. 7-sinfgacha 1K bo'laylik iltimos.